O'zbekiston hukumati suv resurslarini qayta ishlash va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida izchil ishlar qilmoqda. Biz bugun konferensiyada aynan mana shu ishlarni mintaqada joylashgan mamlakatlar uchun ham qanday yo'lga qo'yish mumkinligini muhokama qilyapmiz. Albatta, bu o'zbekistonlik mutaxassislar uchun ham tizimni yanada takomillashtirish va yangi tajribalarni sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari bosh mutaxassisi Adeti Muksimpo xonimning 6-8 oktyabr kuni poytaxtimizda o'tkazilgan Markaziy Osiyo ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari mavzusidagi xalqaro konferensiyasi xususidagi nutqi edi bu. O'tgan haftaning muhim xabarlari bilan efirda haftalik dayjest dasturi. Assalomu alaykum. O'tgan haftaning yurtimizda va suv ta'minoti sohasida eng muhim yangiligi bo'lgan mazkur konferensiya O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan Jahon banki hamda Shveysariyaning iqtisodiy masalalar bo'yicha davlat kotibiyati hamda Koreya davlati hamkorligida tashkil etildi. Ta'kidlash joiz, konferensiyada yurtimiz va xorijiy mamlakatlardan 350 nafardan ortiq qatnashchi, ekspertlar, siyosiy doiralar ishtirok etdi. Boshimizda mana xalqaro moliya institutlari bilan jalb qilinayotgan ichimlik va oqova suv tizimlarini yaxshilash uchun jalb qilingan 2 milliard 200 million dollarni o'zlashtirishda qilinayotgan ishlar yuqorida boshlanishda ko'rdingiz. Bunda demak ichimlik suv tozalash inshootlari, oqova suv tozalash inshootlari mana hozir Toshkent viloyatida yil oxirigacha 430 ming kublik 4 ta oqova suv tozalash inshootlarini qurib qazib foydalanishga topshiramiz. O'sha yo'nalish bo'yicha bitta komanda bo'lib ishlaymiz. Xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. O'zbekiston hukumati allaqachon suv resurslarini qayta ishlash va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida izchil ishlar qilmoqda. Biz bugun mazkur konferensiyada aynan mana shu ishlarni mintaqada joylashgan mamlakatlar uchun ham qanday yo'lga qo'yish mumkinligini muhokama qilyapmiz. Albatta, bu o'zbekistonlik mutaxassislar uchun ham tizimni yanada takomillashtirish va yangi tajribalarni sinab ko'rish imkonini beradi. Bu forum yangi raqamli transformatsiya davrida suvni qanday boshqarayotganimizni tanishtirish uchun bir imkoniyatdir. Biz suv inshootlarimizni yaxshilash uchun sun'iy intellekt yoki katta ma'lumotlar kabi texnologiyalarni faol joriy etyapmiz. Shunday qilib, biz suv muammolarini shunday yangi texnologiyalar yordamida qanday hal qilayotganimizga misollar keltirishimiz va tanishtirishimiz mumkin. Shu sababli biz ushbu tadbirga qo'shildik va o'z tajribamiz bilan o'rtoqlashdik. Biz o'z suv ta'minot aksionerlik jamiyati tomonidan ko'plab xalqaro hamkorlar, jumladan Shveysariya hukumati ko'magida tashkil etilgan suv masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda yig'ildik. Shveysariya suvdan barqaror foydalanish, jumladan ichimlik suvi va sanitariya sohasida O'zbekistonni faol qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bu shuningdek barcha uchun xavfsiz suv va ichimlik suvi ta'minotini qamrab oluvchi xalqaro barqaror rivojlanish maqsadlarining bir qismidir. Shunday qilib biz O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan birga faqat infratuzilma, balki suvni boshqarish masalalari ustida ham ish olib bormoqdamiz. Bugungi anjumanda muhokama qilinayotgan yana bir muhim masala bu suv barcha uchun yetarli bo'lishini qanday ta'minlashdir. Infratuzilmadan tashqari bizga boshqaruv zarur. Suv taqsimotini boshqarish va uning xavfsizligini ta'minlash uchun bizga yo'lga qo'yilgan jarayonlar, kuchli institutlar kerak. Shuningdek, O'zbekiston yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasining suv va salomatlik bayonnomasiga qo'shildi. Bu O'zbekistonning xavfsiz ichimlik suvi va sanitariya masalalariga sodiqligini ko'rsatuvchi muhim qadam. Saida Mirziyoyeva Nukus shahridagi Jeketerek mahallasida to'liq modernizatsiya qilingan va kengaytirilgan suv tozalash inshooti bilan tanishdi. Mazkur suv tozalash inshooti 71 ta mahallaga, ya'ni qariyb 350 ming nafar aholiga hamda maktab, shifoxona kabi ijtimoiy soha obyektlariga toza ichimlik suvi yetkazib berish imkoniyatini yaratdi. По старой системе идет фильтровальная станция, куда мы все. И после хлорирования вот эта вода подается с города. Дуспицкий канал. O'tgan haftaning yana bir muhim voqealigi Nukus shahrida Nukus suv tozalash inshootini rekonstruksiya qilish loyihasi doirasida barpo etilgan zamonaviy inshootning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov, soha mutaxassislari va mas'ul tashkilot vakillari ishtirok etdi. Hozir shu haqida.
Nukus suv tozalash inshootining ochilish marosimida davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mutasaddi idoralar rahbarlari hamda mahalla faollari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori asosida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasiga qaratilgan e'tibor haqida so'z yuritdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish, bu yo'nalishda tizimli yondashuv asosida chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani o'z samarasini bermoqda. Marosim doirasida mehmonlar yangi barpo etilgan suv tozalash inshootidagi yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Qiymati 74,9 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida ichimlik suv ta'minoti tizimi to'liq yangilandi. Qirg'oq nasos stansiyasi qurildi. Bir qator nasos stansiyalari rekonstruksiya qilindi. 4 ta tindirgich qayta barpo etildi. Shuningdek, kuniga 30 ming kub metr quvvatga ega filtrlash stansiyasi ishga tushirilib, xlorlash binosi va reaktivlar majmuasi zamon talablariga mos ravishda yangilangan. Yangi tizim ishga tushgach, Nukus shahridagi 71 ta mahallada yashovchi 315 ming aholining ichimlik suv ta'minoti sezilarli darajada yaxshilandi. Burun mahallemizde ichimlik suvlari juda qiyin ahvolda edi. Trubalar jarılıb, şirib, su uylarimizga kelu juda qiyin ahvolda edi. Bu trubalar qaytadan hammasi islenib, ko'chalarimiz asfaltlanib, hozirgi kunlarda uylarga suv kelu juda yaxshilandi. Mineki usunday mahallada turganimizga, usunday shariatda yashab turganimizga prezidentimizga ko'p rahmatlar aytamiz. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Xurshid Rahmatullayev Bekobod tumanining Zafar shaharchasida bo'ldi. U Osiyo taraqqiyot banki hamkorligida Toshkent viloyati shahar va tumanlarining ichimlik suv va oqova suv tizimlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish 3-bosqich loyihasi asosida qurilish maydonlarida bajarilayotgan ishlar holatini o'rgandi. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Komilbek Yusupov, boshqarma boshlig'i Asliddin Ergashev hamda Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mas'ullaridan iborat ishchi guruhi Surxondaryo viloyatidagi suv inshootlarida bo'lib, ularning faoliyati kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarining olib borilganligi bilan tanishdi. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati mutaxassislari Mesal Water Technologies va Suvzer kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida ichimlik va oqova suv inshootlariga zamonaviy, energotejamkor nasos uskunalarini joriy etish, ularning texnik va iqtisodiy afzalliklarini tahlil qilish, shuningdek, tajriba almashish masalalarini muhokama qilishdi. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi topshirig'iga binoan aksiyadorlik jamiyati mas'ullaridan tarkib topgan ishchi guruh tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ichimlik suv ta'minoti, undan foydalanish va to'lov intizomini mustahkamlash maqsadida qator o'rganishlar olib borilmoqda. O'tgan haftada Toshkent shahridagi 244-sonli umumta'lim maktabi o'quvchilari Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Bo'zsuv bosh suv inshootidagi ishlar va jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Suv tozalanish stansiyasiga yetib keladi. Bu yerda suv, qum, tosh va filtrlar orqali boshqa iflosliklardan tozalanadi. Keyin esa kimyoviy moddalar bilan zararli bakteriyalardan xalos qilinadi. Mutaxassislar tozalangan suvni sinovdan o'tkazishadi. Bunda har bir tomchi suv tekshiriladi. Shunday qilib suv ichishga tayyormi, yo'qmi aniqlanadi. Tozalangan suv katta quvurlar orqali shahar va qishloqlarga yuboriladi. Har bir ko'cha, har bir uygacha suv yetib boradi. Va nihoyat, toza, xavfsiz ichishga yaroqli suv xonadonimizda. Har bir tomchi suvda katta mehnat va mas'uliyat bor. Shuning uchun suvni isrof qilmaylik. Ichimlik va oqova suv inshootlari muhandislari uchun mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo'yicha 36 soatlik navbatdan tashqari malaka oshirish kursi o'z yakuniga yetdi.
O'quvlar so'ngida tinglovchilarga malaka oshirganlik to'g'risidagi sertifikatlar topshirildi. Rahbariyatga katta shu o'quvchilar, biz o'quvchimizamiz, o'quvchilar nomidan rahmat aytib boraman. Chunki mana bu yotoqxonalar, joylar, bu transport tashkillashish bu ham katta nimada biz qanday tashkilot ishlayotganimizni shu yakshanba kuni kech payt kelganda his qildim. Demak biz kelajagi bor tashkilot ishlayapmiz. O'quv trening markaziga kattakon rahmat. Yaxshi bilmagan narsalarni zo'r o'rgandik. Juda zo'r dars. O'sha tadbiq qilingan borgan joylar, uzoqdan bo'ladi. Xorazm suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi ichki nazorat xizmat boshlig'i Farhod Boyturayev ishtirokida yig'ilish tashkil etildi. Mazkur muhokamada korrupsiyaning oldini olish chora-tadbirlari ustuvorligi hamda dolzarb masalalar muhokama qilindi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida 24 soatlik toza ichimlik suv ta'minoti yo'lga qo'yildi. Hozir shu haqida. Uchko'prik tumani Qorako'l Muvaffaq qishlog'ida, Cho'lpon qishlog'ida yashaymiz. Ilgari mana shu yerda mana suv chiqarida artizondan, ariqlardan suv ichardik. Chiqqan artizonimiz ham ichida oxiri iste'mol qilmaydigan, ichida qizil qurtlari bor suvlarni ham ichganmiz. Dakadan o'tkazib hozir alhamdulillah Xudoga shukr prezidentimizga rahmat. Uyimizda suv, sovuq suv, hamma yo'g'imiz yaxshi, qiynalganimiz yo'q. Sirdaryo suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda Sirdaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi hamkorligida ommaviy axborot vositalari hamda blogerlar uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Hozirgi kungacha Vazirlar Mahkamasi bu ishni o'tkazdi. Suv inspeksiyasi bugungi kundagi asosiy funksiya vazifalardan biri ichimlik suvini samarali ishlab chiqarish, yetkazib berish. Qancha qonun buzish holatlari bu ishlarga qarshi qanday qonuniy choralar qo'llanishlar bo'ldi. Biz o'sha o'zbek inspeksiya tomonidan mana shu vaqtgacha 14 ta ishni jinoyat sudlariga yubordik. Jinoyat sudlariga bu 1 milliarddan oshiq summa degani. Xuddi shunday ichimlik suvdan noqonuniy foydalanganlik uchun 330 dan ziyod fuqarolar, mansabdor shaxslarni yoki fuqarolarni ma'muriy javobgarlikka tortdik. 200 ga yaqin mahalla fuqaro yig'inlarida tashkilot targ'ibot ishlarini olib bordik. Maktablarda, byudjet tashkilotlarida. So'zangaronlik iste'molchining ichimlik suvdan qarzdorligi 4-5 marta ogohlantirilganiga qaramay 4,5 million so'mdan oshganligi va to'lanmaganligi sababli tarmoqdan uzib qo'ydi. Navbat o'tgan haftada tashkil etilgan reyd tadbirlariga. Nazoratchilarning keyingi manzili Yahyo Karimov ko'chasidagi yana bir xonadon. Bu yerda ham uy egalariga og'zaki va yozma ravishda murojaat qilingan, biroq to'lov amalga oshirilmagani uchun xonadon vaqtincha tarmoqdan uzildi. Navbatdagi manzil Imom Vosiy mahallasi. Bu yerda ham qarzdorlik sababli dalolatnoma rasmiylashtirildi. Shahrimizda 154 mingta iste'molchi mavjud bo'lib, shularning 78780 tasida 17 milliard 258 million debitor qarzdorlik mavjud. Obod maskan, Bahodir Yalangto'sh mahallalarida Nurli yo'l mahallasida 565 million so'm debitor qarzdorlik mavjud. Bahodir Yalangto'sh mahallasida 324 million so'm debitor qarzdorlik hamda Obod maskan mahallasida 312 million so'm debitor qarzdorlik mavjud. Debitorni qisqartirish maqsadida tarmoqdan uzyapmiz.